O'tiringchi. Yo'q. Hop, umurtqada L4-L5 nuqtada endi mana yorilishga kelgan greja turibdi mana aka. Mana oqishga tayyor bo'lib turibdi mana. 7 millimetrlik greja ekan. Hop, mana yozishi bo'yicha L3, L4, L4, L5 va L5 S1 nuqtada greja turibdi. Kattaligi jihatdan hop 3 millimetrli L3, L4, L4, L5 da 5 millimetr, L5 S1 nuqtada diffuzniy paramedianniy 7 millimetrli greja turibdi. Hop, hali umurtqaning kanali 9 millimetr aka, hali katta, kengligi bor. Hop. Umurtqa kanali deyapti, обычный formada, odatiy holatda четкий ровный deb yozyapti. Bizga mana shunaqa holatda davolash osonroq bo'ladi aka. Lekin sizni og'riqlaringiz vaqti bilan bo'lyapti va yoting, osmonga qarab. Oyog'i ko'targanimizda og'riq. Og'riq kam lekin. Mana bunda shunday bor. Shunda kuchliroq, ha? Kuchliroq. Mana bundachi? Unda ham bor. Hop. Bunda kam. Apa? Bunda bor. Aha. Hop. O'tiring. Ko'proq. Asosan ko'proq. Qanaqa mahal bo'ladi dedingiz kechagina? Yurgandamidi? Yurganda. Aha. Qanaqa yurib ketayotganda mana yuza bor-ku, oyog'i kafti, aha. Tashaveradi o'zidan, eplamoqlar, goh-gohida. Ko'p yursam. Shu keyin shu muzlash bo'ladi. Muzlash. Terak bo'lish bo'ladi. Asosiy mana shu ko'proq. Qo'ymish bilan. Qo'ymishda. Ko'p yursam nafetim oladi. Atalar yurib ko'raman-da. O'tirmay yuradi. Oyog'i kechagi holati tortib ko'ring-chi. Torting mana. Ko'ryapsizmi? Bir xil kuch sarflayapman ikkalasiga, lekin mana bu tomon tashaveryapti mana. Siladi. Ya'ni mana bu shu yotgan joyingizni ham aytaveraman. Oyog'i nervini ko'rgan bo'lsangiz, oyog'i kaftidan chiqadida L5 S1 nuqtaga joylashadi mana shu nuqta. Mana. Kattaroq greja o'sha yerda 7 millimetr turibdi. O'sha kattaligi uchun mana miyadan kelgan signalni bu yerdan to'sib qo'yapti. Ana shu falajligidan qo'rqish kerak buni. Falajligidan. Oyog'ingiz ya'ni o'sha falajlikka olib kelyapti mana. Ya'ni zararlab qo'yapti mana buni. Buni tezroq davo choralarini amalga oshiramiz. Bugundan boshlaymiz muolajani aka. Xudo xolasa. Hop, birinchi sizga hozir fizioterapevtik muolaja, massaj muolajasi, o'sha manual terapiya, to'chishli massaj, kinezoterapiya qilamiz va dori-darmonlar bilan uni mustahkamlab, nevrologik asoratlarni yo'qotamiz aka. Xudo xolasa. Hop, hozir choy ichgansiz ertalab? Ha, ichganman. O'tiring. Hozir sizga muolajani boshlaymiz. 7 kun muolaja olasiz. 7 kun. Ro'za mahalgacha o'zi 5 kun o'tgar ekan, xudo xolasa. Qolgan yana ro'za mahalda hop, yana bir 2 kun kiyib qo'yasiz, suvlarni o'rga yozib beraman, kapelnitsalarni. Uyda olaverasiz. Uyda olaverasiz. Asosan massaj fizioterapiyaga chega kelasiz. Qolganini og'iz ochgandan olaverasiz, o'rga yozib beradi. Bo'ldi, boshlaymiz ham muolajani bo'lsa. Hop. Mukammal yaxshi. Faqat hisob qilmayman. uzating aka. Bo'yon tort.
Boshqa tarafdan qaraganman. Tarafdan yo'q bo'ladi. Bugun 6-kunmi? 5-kun. Bugun 5-kun. Uzating. Karaxt bo'lish ham yo'q bo'ladi. Og'riq ancha yo'qoldi-yu. Ayrilagi 80%. Oyog'ingizni mana shunday torting o'zingizga. Oyog'i kaftlarini tortingiz o'zingizga. 1 2 3 ichkariga qayiring. 1 2 3 tashqariga qayiring. 1 2 3 Hop, endi oyog'i torting o'zingizga. Yuklarni Kaftini. Barmoqlarni ham o'zingizga torting. 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 Tortib turing. Bir xilda tortib turing. Shunda tortib turing shu kaftini. Hop, demak mana mayda barmoqlari bor-ku, mayda barmoqlarga kuch kiribdi. kirdi. Mana shunga kuch kelmabdi xolos. Tortingni o'zingizga tortib turing. Mana barmoqlarga mana ularga kuch kiribdi. Mana unda kuch yo'q mana hali. Bugun 5-kun, bu ham yo'q bo'ladi. Torting o'zingizga. Torting. Tortib turing mana. Manada kuch bor, mana unda yo'q. Bu ham tuzaladi, xudo xolos. Baqa yonchalab yur. Nafas oling. Nafas oling. Oling. Nafas oling. Chiqaring. Nafas oling. Chiqaring nafas. Yaxshi, aqyonchilar. Chiqaring nafasni. Nafas oling yana. Chiqaring nafas. Harakat. Bo'shashtiring. Bo'shashtiring. Yaxshi. Pastga qarab o'tiring. Qo'lni bosh orqasiga qo'ying. Gavdangizni bo'shashtiring. Bo'lib uxlash. Bugun kechagindan ham yaxshi. Oyoq uchida yurib ko'ring-chi, oyoq uchida tovonda yurib ko'ring. Janibdimi og'riq? Tovonda yurib ko'ring. Og'riq yo'qoldimi? Masafa var mı ne var? Hali tashlaverish. Endi barmoqlaridagi kuch kiribdi. Bosh barmog'idagi qopda endi kuchsizlik. U ham mana bugun 5 kun bo'lgan bo'lsa, ya'ni 2 kun davomida muolaja qilamiz, o'sha tiklovchi. O'ngga chapga yengil egiluvchi. Janibdimi og'riq? Og'riq yo'q. Yo'q. Kelyapsiz, nima uchun? Ayting. Osmonga qarab o'tir. Yani hamma mehnatimizni chiqmasin, chiqadi. Aksingiz qilaman deb qo'yganman endi. Ha, aytganini qildi. Shu vaqtgacha o'zi limitni bajarib bo'lgan, yuk ko'tarish bo'yicha. Shunaqa ekan. Ko'targanimizda og'riq. Yo'q. Bor edi birinchi kunlar. Yo'q. Birinchi kunlar juda zo'r. Mana bundacha. Yo'q. Mana bundacha. Yo'q, yo'q. Yaxshi. Necha foizga o'zgardi? 85% ga mana Xudo xolasa. 85. Bo'sh qo'y. Hoppa. Bo'sh qo'y. Yana 15% qo'shamiz, erta endi muolajani olasiz, xudo xolasa. Foizga chiqadi. Qo'lingiz daf bo'lsin. Yaxshi bo'lib qoling. Shifoingiz bo'lsin.